Bu bir videodan keyin olmoy so'z turkumini to'liq o'rganib olasiz. Olmoy so'z turkumi mustaqil so'z turkumlarining hech qanday talablariga javob bermasligini bilarmidingiz? Nega unda uni mustaqil so'z turkumi deb olamiz? Har bir, har vaqt. Biri olmosh, biri ravish. Ularni bir deganda farqlashni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, olmoy so'z turkumini oson o'rganib olasiz. Unda boshladik. Bugungi mavzu olmoy so'z turkumi. Biz bilamiz, so'z turkumi bo'lishi uchun barcha so'z turkumlarida 3 ta talab mavjud bo'lishi kerak edi. Ya'ni atash ma'nosiga ega bo'lishi kerak edi, o'z savoliga ega bo'lishi va gapdagi vazifasiga ega bo'lishi kerak edi. Olmoy so'z turkumida shu talablar mavjud emas, lekin baribir ular so'z turkumlar qatorida turadi. Sababi o'zining nomiga e'tibor qaratamiz. Olmoy so'zi almash so'zidan kelib chiqqan. Ya'ni boshqa so'z turkum, ya'ni 5 ta so'z turkumning o'rnida bemalol almashinib qo'llanila olar ekan va ularning so'rog'ini, vazifasini bajarish xususiyatiga ega ekan. Shu sababdan ularni biz olmoy so'z turkumini ichi bo'sh so'zlar deb ataymiz. Nafaqat mustaqil so'z turkumi o'rnida, balki so'z birikmasi gap o'rnida ham almashinib qo'llanishi mumkin ekan. Olmoshning atash ma'nosi mavjud bo'lmaganligi uchun biz uning ma'nosini aynan qaysi so'zning o'rnida almashinib kelayotganiga qarab aniqlaymiz. Masalan, so'z o'rnida so'z birikmasi va gap o'rnida qo'llana olishiga misollarni ko'rib chiqsak. Kitob o'qisang, undan hikmat topasan. Bu yerda kitob so'zning o'rnida almashinib qo'llanilyapti. Keyingisi, kitobni olib keling, uni o'qib chiqamiz. Demak, bu yerda kitobni olib kelmoq so'z birikmasi o'rnida olmosh almashinib qo'llanilyapti. Keyingisi, istagim shuki, doimo tinchlik bo'lsin. Bu yerda shuki ko'rsatish olmoshi butun boshli gapga ishora qilyapti. Demak, mana shu ko'rganimiz kabi olmoy so'z turkumi so'z birikma va gapning o'rnida bemalol almashinib kelishi yoki unga ishora qilishi mumkin ekan. Olmoy so'z turkumining ma'no guruhlari 7 turga bo'linadi. Kishilik olmoshi, ko'rsatish olmoshi, o'zlik olmoshi, so'roq olmoshi, belgilash, bo'lishsizlik va gumon olmoshlariga bo'linadi. Ana endi mana shu ma'no guruhlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ko'rsatish olmoshi. Biz doim so'z birikma yoki gapning, hattoki butun boshli matnning o'rnida ham ishora o'rnida ko'rsatish olmoshidan foydalanamiz. U, bu, shu, o'sha, ana, mana bu, ana o'sha, mana bu kabi ko'rsatish olmoshlarini misol tariqasida olishimiz mumkin. Bu kitob meniki, bu daftar sizniki. Aniqlab kelinayotgan so'zdan oldin ko'rsatish olmoshini qo'llanilar ekan. Keyingisi, kishilik olmoshi. Har qanday tilni o'rganayotganimizda biz avval kishilik olmoshlarini o'rganib olamiz. Birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs. Birinchi shaxs so'zlovchi, birlikda men, ko'plikda biz. Ikkinchi shaxs so'zlovchi, birlikda sen, ko'plikda siz. Uchinchi shaxs o'zga, boshqa. Demak, bu yerda u birlikda, ko'plikda esa ular. Demak, uch shaxsdan biriga ishora qiluvchi olmoshlar kishilik olmoshlari deb ataladi. Endi kishilik olmoshlaridagi o'ziga xos bo'lgan ma'lumotni ham o'rganib ketamiz. Biz bilamiz, kamtarlik ma'nosida men deb ta'kidlagandan ko'ra biz, kamina so'zlarni ko'proq ishlatamiz. Kishilik olmoshida o'zbek xalqiga xos bo'lgan bir xususiyat bor. Bu qanday xususiyat? Bu biz bajarayotgan ishni kamtarlik ma'nosida men deb, ya'ni ta'kidlamaslik maqsadida kamina yoki bo'lmasam ko'plikdagi bizni ishlatish holati kuzatiladi. Ya'ni bu ishni biz bajardik. O'zi men hamma ishni bajarib qo'ydim, lekin kamtarlik yuzasidan o'zimni ta'kidlamaslik maqsadida ishlarni biz bajardik deb aytyapman. Demak, bu yerda o'ziga xos bo'lgan kamtarlikni ko'rishimiz mumkin. O'zim, o'zing, o'zi, o'zlik olmoshlari kishilik olmoshlarining o'rnida kelib, ba'zan shaxsni, ba'zan predmetni ifodalar ekan. O'zlik olmoshi tarkibidagi egalik qo'shimchasiga mos bo'lgan kishilik olmoshlari birga ifodalansa ta'kid ma'nosi yuklanadi. Masalan, mening o'zim, sening o'zing, uning o'zi. Demak, bu yerda ta'kid ma'nosi uchun biz birga qo'llar ekanmiz. Bu ishlarni barchasini mening o'zim bajarishim kerak. Demak, bu yerda men aynan o'zim bajarmoqchiligimni ta'kidlamoqchiman.
har bir so'z turkumida o'zining so'rog'i bo'lishini biz bilamiz. Ana shu so'roqlar, ya'ni biz bilgan kim, nima, qayer, qachon, qayerda, qay holatda, shularning barchasi so'roq almashlari hisoblanadi. Siz qaysi kitoblarni o'qigansiz? Bugun ertaroq kim keladi? Demak, bu yerdagi qaysi, kim so'roqlari so'roq almashlari hisoblanadi. Endi esa belgilash olmoshni ko'rib chiqamiz. To'pdan ajratib yoki jamlab ko'rsatiladigan shaxs, narsa, predmet, belgi, holat olmoshlari demak bu belgilash olmoshlari hisoblanadi. To'pdan ajratayotganda biz har so'z yordamida hosil qilamiz. Biz mana shu yerda ravish so'z turkumi bilan adashtirib yubormasligimiz lozim. Har so'ziga so'roq olmoshlarini va bir so'zini qo'ysak, bu olmoshga kirar ekan. Har bir, har qaysi, har kim, har nima, demak bu olmosh. Lekin har so'ziga biz joy yoki vaqtga doir so'zni qo'ysak, har on, har yer, demak bu ravish so'z turkumidagi so'zlar hisoblanar ekan. E'tibor bering va oson ajratib oling. Har bir, har kim, har qaysi olmosh so'z turkumi, har on, har yer, demak bu ravish so'z turkumi ekan. Bu to'pdan ajratib ko'rsatsa, demak endi jamlab ko'rsatadigan olmoshimizga hamma, barcha, bari so'zlarni olishimiz mumkin ekan. Demak bu yerda shaxs, narsa, belgi, harakatlarni jamlab ko'rsatishimiz uchun bu olmoshlar yordam berar ekan. Bo'lisizlik olmoshlari hech so'zi bilan hosil qilinadi. Qachonki so'roq olmoshlariga bir narsa so'zlariga qo'shilsa, bu olmosh hisoblanar ekan, ya'ni bo'lisizlik olmoshi. Demak, haligi eslatma, hech so'ziga biz vaqt yoki joy so'zlarini qo'shadigan bo'lsak, ya'ni hech yer, hech vaqt so'zini qo'shadigan bo'lsak, bu ravish so'z turkumiga kirar ekan. Hech so'ziga, har so'ziga so'roq olmoshi, bir narsa so'zlarini qo'ysak, bu olmosh. Eslatib o'taman, hech so'ziga, har so'ziga, demak joyni bildiruvchi yoki vaqtni bildiruvchi so'zlarni qo'ysak, ravish hisoblanar ekan. Endi esa gumon olmoshlari. Biz so'roq olmoshlariga alla, ot qo'shimchasini yoki dir qo'shimchasini qo'ysak, mana shu holatda biz gumon olmoshlarini hosil qilar ekanmiz. Biz avvalgi darslarda son mavzusini o'tganimizda bir so'ziga ov qo'shimchasi qo'shilganda gumon olmoshiga o'tib qolishi haqida ma'lumot bergan edim. Demak, birov so'zi ham bu yerda gumon olmoshini bildirar ekan. Bu son so'z turkumidan olmoshga kirib kelgan so'z hisoblanar edi. Yana bir so'ziga kishi, narsa, nima so'zini qo'ysak ham biz gumon olmoshni hosil qilar ekanmiz. Bir kishi, bir narsa, bir nima, demak bu ham gumon olmoshi hisoblanar ekan. Allaqayerdan dugonam paydo bo'ldi, qaysidir yili qish juda sovuq keldi. U sening aybingni ham birovga aytadi. Sizni bir kishi so'rab keldi. Demak bu yerda birinchi gapda allaqayerdan alla qo'shimchasi yordamida gumon olmoshi hosil qilinyapti. Ikkinchi gapimizda demak qaysi so'ziga so'roq olmoshiga dir qo'shimchasi qo'shilib gumon olmoshi hosil qilinyapti. Demak, uchinchi gapimizda birov so'zi son so'z turkumidan o'tgan gumon olmoshi hisoblanadi deb aytdik. To'rtinchi gapimizda esa bir kishi so'rab keldi. Ya'ni bir so'ziga kishi, narsa, nima qo'shilsa gumon olmoshi hosil qilinishini aytgan edik. Demak, bu yerda ham bir kishi gumon olmoshini ifodalayapti. Olmoshlarning tuzilishi va imlosi haqida, demak, avvalgi so'z turkumlaridagi o'rgangan bilimlarimiz asosida bo'lib olamiz. Olmoshlar tuzilishiga ko'ra sodda, qo'shma, juft, takroriyga bo'linadi. Biz olmosh so'z turkumini 7 ta ma'no guruhini ko'rib chiqdik. Mana shu ma'no guruhlarining qaysi biri soddada mavjud, qaysi biri qo'shma holatda yoziladi, qaysi biri juft, qaysi biri takroriy, keling sizga vizual tarzda tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchisi ko'rsatish olmoshi. Ko'rsatish olmoshi 4 xil holatda ham qo'llanishi mumkin ekan. Sodda u, bu, shu, o'sha. Qo'shma ana bu, mana bu. Juft u, bu. Takror shu. Demak, kishilik olmoshi sodda holatda keladi. Men, u, biz. Qo'shma holatda kishilik olmoshi mavjud emas. Juft olmoshi demak sen, men takroriyda ham demak qo'llanmaydi. O'zlik olmoshi 4 holatning 2 holatida qo'llanilar ekan, sodda va takrorda. Qo'shma va juft holatda o'zlik olmoshi kelmas ekan. Sodda holatda o'z, o'zim, o'zing, takror holatda esa o'zi bilan gaplashdi masalan. Demak, so'roq olmoshlari ham xuddi shu holatda, ya'ni sodda va takroriy holatda kelar ekan. Sodda holatda kim, nima, qaysi, takror holatda esa kim, nima, demak qo'llashimiz mumkin ekan. Belgilash olmoshi sodda va qo'shma holatda qo'llanar ekanmiz. Belgilash olmoshining sodda holatda hamma,
barcha, bari, qo'shma holatda esa har kim, har qaysi. Bo'lish so'zlik olmoshi biz qo'shma holatda qo'llashimizni bilamiz. Hech bir, hech qaysi. Lekin sodda holatda badiiy adabiyotlarda ko'p qo'llaniladi. Kimsa so'zini olishimiz mumkin. Bugun biz olmoshning ma'no guruhlari haqida gaplashdik va eng asosiysi har, hech so'zlari bilan hosil qilingan so'zlarni qachon olmosh, qachon ravosh bo'lib kelishini aniqlab oldik. Keyingi darsni ko'rish uchun playlist ustiga bosing.